Nechi pulgacha olaman? Bitta mijoz bor edi hozir. Kim edi? Sizmi deysiz? Nechi pulga olasiz? Mana berayotgan narxingizni ayting. Yo'q, xo'p, men olamanda, bulardan sotib olamanda, sizga variantga olib beraman. Sizdan nechi pul ko'taradi mana shu mashina? 10 mingga berasizmi? Men siz qarang aka, xafachilik bo'lmasin. Bu aka menga hech kim bo'lmaydilar. Mashinangizni bahosi 10 ming. O'rtacha narx, qimmat ham emas, arzon ham emas. Arzon bo'lsa 9 ming bo'lardi. Chunki ikkita krilo eshigingizda kraska bor. Bahosi 10 ming. 10 mingga endi bular bermayman debdilar. Siz qo'sha olasizmi? Qo'sha olmaysizmi? Boya 150 million deb aytibdilar, mashina yo'q dedilar. Gaplashib olib bering dedilar. O'sha gapni men aytib. Qancha qo'shay 10 mingga? Egasiga borib aytaman, kraskasi. Egasiga xohlasangiz hozir telefon qilib ayting, men sipotlab beraman. Yolg'on sotgan. Endi 2 oy bo'ldi, endi tamom edi. Nima deydi bilasizmi? Olib borasiz, men qayerda bilaman, sen o'rgan narsan deydi. Chunki 2 oy bo'ldi. Shuning uchun ko'p videolarimizda aytamiz, mendan olasizmi, qarindoshingizdan olasizmi, qo'shningizdan olasizmi, mashinani tekshirtirib oling. Hozir mana shu mashinani o'sha payt tekshirtirib olganingizda $1000 kamayardi. Eng kamida $1000 kamayardi.